baxil bo'lmang, qizg'onmang. Ish o'rgatganda qaysi soha bo'lsa ham o'zingiz shogirdlarga imkon qadar to'g'ri va qulay uslublarni o'rgatish kerak bo'ladi. Inshaalloh shunda ertaga o'sha shogirdlarga sherigingiz boshqa joyga boradigan ham yoki boshqa o'zi alohida bir ish oladigan bo'lsa ham mukammal ish topshirishni yo'lga qo'yadi. Ya'ni bu joyda ham mana biz imkon darajasida shogirdlarga, hamkasblarimizga tushuntirganmiz. O'zimiz masofadan turib boshqarsak ham, ya'ni uzoqda turadigan bo'lsak ham ishni juda chiroyli bajargan. Bu ishni ko'rib ko'z quvnaydi. Va albatta yana boshqa obyektni, ya'ni boshqa bir binoni ishonib topshira olasiz. Mana o'rgatganimiz bo'yicha har bitta joyda mana kasoy traniklar, qayrilishlar har bittasi mana alohida po'lat o'rtada ishlatilgan. Ya'ni traniklar ishlatilmagan bu joyga. Va metal xamutlarda, metal ushlagichlarda tortilib qo'yilgan. Bu yana ham sifatli bo'ladi, yana ham ishonchli bo'ladi. Azamat aka, charchamadingizmi? Ya'ni biz har doim aytganda o'sha to'g'ri tushuntiradigan bo'lsangiz, to'g'ri qabul qiladigan bo'lsa ishni bemalolini topshirib, ishonch bilan klientga mijozga topshira olasiz. Ya'ni o'zingiz shogirdlarni yoki sheriklarni ustida turib ishlatishingiz shart emas. Masofadan turib to'g'ri yo'l beradigan bo'lsangiz ham mana chiroyli qilib topshirib qo'yishadi. Va albatta mijoz uchun ham yaxshi bu. Ya'ni uy egalariga ham yoki ustalarga ham. Shuning uchun har doim aytamiz, qaysi soha bo'ladigan bo'lsa ham ishni shogirdlarga, sheriklarga to'g'ri, to'lig'icha o'rgatish kerak va o'shani ularga singdirish kerak. Ya'ni doimiy ravishda biz ularni nazorat qilamizmi, yo'qmi, bu doimiy ravishda bu shakllanadigan bo'lishi kerak. Salomat bo'ling.